Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam eng ulug' namuna. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 3-maslahat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni farzandlaringizga, balki butun dunyoga o'rnak qilib ko'rsating. Men o'zimga, har bir ota-onaga, har bir yigit va qizga shuni tavsiya qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlariga ham, butun insoniyatga ham o'rnak qilib tanitsinlar. Bu ikki jihatda amalga oshiriladi. Birinchisi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fazilatlarini, martabasini va ulug'ligini anglash. Bu tushunchani o'zimizda va farzandlarimizda shakllantirishimiz lozim. Bolalaringizni noto'g'ri va nochor shaxslarni o'rnak qilib olishdan qutqaring. Ikkinchisi, sunnatni hayotimizda amaliy tatbiq qilish. Farzandlarimiz bizning so'zlarimizda, harakatlarimizda, kundalik odatlarimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ko'rib turish kerak. Aziz birodarlar va opa-singillar, namunaviy shaxs rahbar hisoblanadi. Menga o'zingiz o'rnak deb bilgan kishini ayting, men siz haqingizda ma'lumot beraman. Kimning o'rnagi solih bo'lsa, uning hayoti va kelajagi ham solih bo'ladi. Kimki noto'g'ri va nochor insonlarni o'rnak olsa, kelajagi ham murakkab va nochor bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni farzandlaringizga o'rnak qilib ko'rsating. Ularni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning martabasi va ulug'ligi haqida xabardor qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun odamzodning peshvosi. U zot, men odam bolasining sayyidiman va bu bilan faxrlanmayman dedilar. Imom Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning do'sti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: agar men biror kishini do'st tutganimda edi, albatta Abu Bakrni do'st tutar edim, lekin sizning payg'ambaringiz Allohning do'stidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun olamlarga rahmatdirlar. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: biz seni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Anbiyo surasi 107-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniyat uchun ulkan ne'mat. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Allohning ne'matiga kufr keltirgan va o'z qavmini halokatga olib borganlarni ko'rmadingizmi? Ularni do'zaxga kiritadilar. U yer qanday ham yomon joy. Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatni izohlab shunday deydi: Allohning bu buyuk ne'mati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar qilib yuborilishidir. Bu ne'matni qabul qilgan kishi jannatga kiradi, uni inkor qilgan esa do'zaxga tushadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nur, yo'lboshchi va haqiqat timsolidir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: sizlarga Alloh tomonidan nur va aniq kitob Qur'on keldi. Moida surasi 15-oyat. Ibn Jarir Tabari va boshqa muhaddislar bu oyatdagi nurdan murod payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ekanini ta'kidlaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'g'ri yo'ldir. Biz har bir namozda ey Alloh, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsat deb so'raymiz. Bu to'g'ri yo'l birinchisi islom dini, ikkinchisi Qur'oni Karim, uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'li, to'rtinchisi shariat, beshinchisi Allohga bo'lgan ixlosli itoatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarning peshvosidir. Meroj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: namoz vaqti keldi, men payg'ambarlarga imom bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning rahnamosi va qutqaruvchisidir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: unga itoat qilsangiz hidoyat topasiz. Nur surasi 54-oyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha mukammalliklar mujassamidir. U zot shunday dedilar: mening misolim va oldingi payg'ambarlarning misoli shundayki, bir odam go'zal bir uy qurdi, lekin bir burchagida bitta g'ishti kam qoldi. Odamlar uni aylanib hayrat bilan qarab, ajal, agar shu g'isht qo'yilganda edi deb aytishdi. Men o'sha g'ishtman. Men oxirgi payg'ambarman. Sahih Buxoriy. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yer yuzidagi barcha boyliklarning kalitlariga egadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: menga yer yuzidagi xazinalarning kalitlari berildi. Allohga qasamki, men sizlar shirk keltirasizlar deb qo'rqmayman, lekin sizlar bu dunyo uchun musobaqalashasizlar deb qo'rqaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoatga egadir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: biz senga Kavsarni berdik. Kavsar surasi 1-oyat. Aziz birodarlar, biz bu ulug' zotning fazilatlaridan faqat kichik bir qismini esladik. Shunday ekan, farzandlaringizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy o'rnak qilib ko'rsating. Futbolchi yoki aktyor emas, aksincha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqiqiy va mukammal namunadir. Siz kimni o'rnak qilib olsangiz, shu insonga o'xshaysiz. Kimni o'rnak tutsangiz, kelajagingiz ham shunga bog'liq. Alloh taolodan bizni haqiqat yo'lida mustaqim va mustahkam qilib qo'yishini so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.